Yana katta ukang Shishukuga boradi, shunday emasmi? Zani Shishukudagi bolalar juda qiynashgan. Ularning o'rniga sendan pul olamiz. Ha, bu mening tushlik pulim. Nima qilyapsiz? Bu axir aniq emasmi? Bu bolani pulini olyapmiz. Bir bolani silkinishmi? ひどい子供相手に Hoy, bu bola ham Shishukudan. Garchi u ahmoqqa o'xshasa ham. Yugur. Shoshiling. Hey bola. Voy, u qochib ketdi. Xo'sh. Uning o'rniga endi sen pul to'laysanmi endi? Men haqiqatan ham g'amxo'rlik qila olaman deb aytolmayman. Hey, rahmat. Yaxshi. Bu yo'limda edi, men shuning uchun uni urdim. Yordam berishga harakat qilmadim. 今のところ1年の Bular maktabdagi eng zo'r bolalardi. Kim u? Bu Takayuki Konparo ekanligi aniq-ku. U yo'lda edi. Men uni shuning uchun urdim. Yordam berishga harakat qilmadim. Ikkinchi kurslarda ikkita boshliq bor. Tuta Mirako va Ritaro Kira. Siz haqiqatan ham Hikaru'misiz? Hikaru Shami. Kira senpai? A? Bu kim? これは あ Bu sizning katta akangiz axir. Uchinchi kurs boshlig'i Hoon Shami. Hatto o'tgandan keyin u Shishikuning birinchi shefiga aylandi. Lekin siz uning ukasiz, shuning uchun siz buni bilasiz. Oy, Agar siz Shishikuni boshqaradigan bo'lsangiz, ularning hammasini yengishingiz kerak. Va birinchi navbatda Konparu, Mistera sinfidagi birinchi yil. Bu yerda hamma u haqida biladi. 153 ta jang o'tkazgan, hammasida g'alaba qozongan. u shunchalik kuchlimi? Voy, siz meni urdingiz. Agar buni jiddiy qabul qilsangiz, Ammo Konparo-kun jang qilmasligini aytdi. ikki o'g'il to'qnash kelganda siz uni birga bir qabul qilishingiz kerak. Va birinchi yillar boshlig'i bo'ling. 掴み取れ Ichan, bugun maktabga borayotganimda bittasi menga yordam berdi. Meni bezorilar tushlik pulimni olib qo'yayotgan paytda yordam berdi. U yoqimli ko'rinishga ega edi. Agar sen uni yana ko'rsang, unga minnatdorchilik bildir. Ichan, bugungi kechki ovqatga nima? Mening maxsus yakki kovam. Ura! Garchi men 1年暫定 norasmiy ravishda あの頃の o'sha 私は paytda bosim とて bor も追い edi. 詰められていました
Totomaru bilan Qarang, Komparu bilan shaxsiy muammolaringiz yo'q. Lekin birinchi kursni egallashingiz uchun u bilan jang qilishingiz kerak. Agar uni urmasangiz, oldinga siljay olmaysiz. Bu sizning yagona tanlovingiz, u bilan jang qilishingiz kerak. Odam o'z ishini shunday qiladi. va uyga kelganimda ヒカルに葉っぱをかけられて Shishiko ustidan to'liq hukmronlik qilishga intiling. Siz qo'lingizdan kelganini qilishingiz kerak. Siz buni qila olasiz, xonim. Men Komparu kun bilan jang qilishdan qocha olmadim. Shunday qilib men o'zimni tayyorladim 幾度となく va bir necha bor unga qarshi chiqdim. Men to'g'risi jang qilishga qiziqmayman. Men undan hech qachon boshqacha javob topa olmadim. できませんでした Totomaru Komparu bilan vaziyat endi keskin choralarni ko'rishga majbur qilyapti. keskin choralar. Bu aniq emasmi? Menga siz qaytasiz. Siz uni birinchi uring. Bu hujumga o'xshaydi. Tushga vaqtimiz yo'q axir. 場合じゃねえんだよ Komparuni mag'lub qilguncha Ishikiga boradigan yo'lingiz yopiq. でもコンパル君に喧嘩する気がないんじゃ ん Tali, なんだ jangga chaqiruv xati. Bu ajoyib axir, Hikaru. U juda zo'r.